Assalomu alaykum hurmatli avtomobil obunachilari. Bugun O'zbekiston avtomobil bozorida eng narxiga stoyshi mashina haqida gaplashamiz. Kanalimiz rivoji uchun like pastga bosib qo'yinglar. Plus sizlarda qanaqa mashina borligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimning mashinasini shunaqa qilib obzor qilishimizni xohlas kommentariyada yozsin. Biz ularga aloqaga chiqamiz. Sizlar mashinalaring ham biz YouTube kanalida paydo bo'lishi mumkin. Malibu bir avtomobili O'zbekistonda 2012-yildan 2015-yilgacha ishlab chiqarilgan. Hozir yonimda turgan ayni avtomobil 2014-yil ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyani uchinchi pozitsiyadan farqi faralarida bo'ladi, keyin korobkasi avtomat bo'ladi 3-pozitsiyada. Bu mexanika bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda bozorda bu mashinaning narxi 8 mingdan 15 minggacha tashkil etadi. 8 mingga sizlar qanaqa mashina olishlaring mumkin? Xo'p, Cobalt olishlaring mumkin, Gentra olishlaring mumkin, keyin Nexus 3 olishlaring mumkin. Lekin bu mashina bergan vibe'ni u mashinalar bera olmaydi. O'zi mashinaning turishi ham boshqacha. Bu mashina uzun, didi ham vashi derski. Hozirgi kungacha yo'lda hurmat qilishadi bu mashinani. Ko'pchilik bu mashinani fanati bo'lgan. Vaqtida chiqqan paytida dadalarimizga ham orzu bo'lgan bu mashina. Hozirgi kunda dasturli. Endi kelsanglar mashinamizning oldi qismiga o'tamiz. Xo'p, mashinamizning oldi qismi faralarimiz oddiy galogen lampalar, linzonli optika bo'ladi. Xo'p, pavorotniklarimiz ikkita chiroqdan tashkil topgan. Ikkita chiroq degani bitta pavorotnik bo'lsa, ichida ikkita lampochkasi bor, tumankalarimiz joylashgan. Xrom detallar juda ham ko'p ishlatilgan, chunki bu mashina Amerikaning mashinasi. O'zi aslida O'zbekistonda faqat 4 ta balon qo'yilgan bu mashinaga. Qo'pol qilib aytganda, mashinamizda oldida ortiqcha o'zgartirishlar yo'q. O'zini zavodskoy turishi birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning vidi bir xil bo'ladi, prosta ikkinchi pozitsiyaning lyuki bo'ladi. Lyukini ochib qo'yganmiz. O'zbeklar yaxshi ko'radigan narsa, eng yaxshi ko'rgan mashinadagi narsasi lyuki. Hop, mashinamizni oldida boshqa gaplashadigan gapimiz yo'q. Aerodinamikasi juda ham moshni bu mashinaning, podveskasi juda ham zo'r. Hop, 200 da pavorotga kirsalaring ham bemalol ushlab qoladi mashina. Aqabaqa ko'tib ketib qolmaydi. Shu jumladan Gentrachilarga salom aytib qo'yamiz. O'sha paytda mashina ash pult bilan chiqqan. Bu pult Cobalt pulti deb o'ylashlaring mumkin. Bu pult Cobalt pulti emas, bu Malibu'ning pulti. Ancha farq qiladi, turishi bir xil xolos. Endi sekin mashinamizning yon qismiga to'xtalamiz. Xo'p, mashinamiz yon qismiga o'tadigan bo'lsa, e'tibor tortadigan narsalar xrom detallarimiz. O'sha aytib o'tganimdek, amerikanlar juda ham xromni yaxshi ko'radi. Hamma joyda xrom ishlatilgan. Bakovoylarimiz avtomatik yopiladi, ochiladi. Pavorotniklarimiz betda joylashgan. Plus R17 zavodskoy litiy diskalarda turibdi. Bu faqat birinchi va ikkinchi pozitsiyalarda shu diskada chiqadi. Uchinchi pozitsiyada R18 boshqacha dizayndagi diskalarda chiqadi. Uni ham agar rasmini topsak qo'yib ketamiz kadrda. Mashinamizning eshiklari shumkasiga alohida 5 bor bu mashinani. Baklari ham magnitli qilib ishlangan. Hozir elektromobillar zaryadga qo'yadigan joyi ham shunaqa bo'lib chiqyapti. Bu 2012-yilda shunaqa bo'lib chiqqan. Bu mashina Malibu'ning 8-avlodi hisoblanadi. Amerikada 8-avlod, xo'p, Malibu 2 desa 9-avlod bo'lsa, bu O'zbekistonda Malibu 1 bo'lib chiqqan. Malibu 1 bo'lib qolib ketgan. O'zi aslida bu Malibu 8 hisoblanadi. Orqa qismiga o'tsak, mashinamiz Xo'p, mashinamizni orqa qismiga o'tamiz. Mashinamiz orqa qismi bitta ko'rishlaring mumkin. Hozir faralarni yoqamiz. Faralarimiz orqadan juda ham Cameron eslatib yoradi. Bagaj ochish knopkamiz bu yerda joylashgan. Salondan bagajga dostуп yo'q. Pultdan keyin mana shu joydan dostupimiz bor xolos. Orqa stop chiroqlarimiz bu yerda joylashgan. Tumanli faralarimiz yo'q. Orqada Xo'p, bo'ldi. Orqadan Cameron eslatadi. 3-pozitsiyada ham orqa farasi boshqacha bo'lib chiqqan, shu farqi. 3-pozitsiya bilan bo'ldi.
Bagajimizning hajmi 465 litrda tashkil etadi. Hozir ochaylik. 465 litrda tashkil etadi. Moshinada 66 talik propan turibdi. Hozir rasxodini kapotni ochganda aytamiz. Hop, mashinamizning kapot qismiga to'xtalamiz. Aytib o'tganimdek 2.4 atmosferli motor bilan jihozlangan. Hozirgi kunda rasxodi benzinda 8 tadan 12 ta 15 tagacha ichadi, propanda 11 tadan 16 tagacha ichyapti. E'tibor beradigan narsamiz, bitta bo'lsa ham gazovoy upor bor. Cobalt Gentra chilarga yana bir marta salom aytamiz. Kommentariyada kimi Cobalt bo'lsa, Gentrasi bo'lsa, atmetga qilib ketinglar yoki-da tashab qo'yinglar videoni nareska qilib. Hop, akkumulyatorimiz, 2.4 atmosferli motorimiz, propan joylashib, propanda yuradi mashina. 66 talik propan bilan hozirgi kunda 600 km bemalol yurib beryapti. Bu degani rasxod 11 ta degani. Mashinaga hech qanaqa programma urilmagan, hop, propanga programma qilingan bo'ldi. Stage nima qilinmagan, stokoviy mashina. Iloji bo'lsa razgonini ham ko'ramiz. Hozir saloniga o'tamiz. Hop, mashinamizning ichiga o'tishdan oldin bitta ovozni eshitib ko'ramiz. 2.4 atmosferli motor. Orqada ikkita glushiter joylashgan, ikkalasi ham рабочий. Zavod qiling. Холодный впуск emas mashinamiz. Dabol bosing. Hop, mashinamizga ovozni eshitdilaring. Mashinamizning ichki ko'rinishiga o'tamiz. Hozir 1 minut. Qing'illab jonga tegmasin. Hop, mashina eshik apishkalarimiz yumshoq plastik bag. Koja ishlatilgan. Faqat qo'l qo'yadigan joy, qolgan joy yumshoq plastik. Pasti qirilib ketmaydigan bu plastik. Cobalt plastik emas, xullas qirilmaydi. Mashina 110 ming yurgan bo'lsa, nechta odam chiqib tushgan bo'lsa, hali qirilib ketmagan. Eshik ochilishiga e'tibor beramiz. Pasti 90 gradusga ochilyapti. Bu degani mashinaga o'tirishlarning juda ham qulay bo'ladi. Oyna upravleniya knopkalarimiz bu yerda joylashgan. Bokovoylarimiz avtomatik yopilib, avtomatik ochiladi. Bu endi tor ko'chalarga kirganlaringda, yo'llarga mashina kelib qolganda yoki-da mashinani tor joyga qo'yib ketganlaringda juda ham foydali. Xo'p, endi eshik apishkalarni gaplashdik, mashinani ichki ko'rinishi haqida gaplashamiz. Undan oldin sidenyaga alohida e'tibor berib ketamiz. 2012-yil. Elektronniy sidenya, 100% elektronniy sidenya. И плюс bitta atamanka bas, bet nima deyiladi? Spinkalari ham bor. Spinkalari ham chiqadi. Hali ota-bobolarimiz orqasiga bakalashga qo'yib yurishgan-ku. O'sha narsa bunda zavodskoy borda. Bo'ldi. Chiqinchi. Xo'p, mashinamiz ichki ko'rinishiga kelamiz. Rulimiz bir taraf cruise controlga javob beradi, bir tarafi multimediaga javob beradi. Bluetooth ulanadi, lekin Bluetoothdan muzika qo'yib bo'lmaydi. И plus climate control yo'q bu mashinada. 3-pozitsiyasida bor, 2-pozitsiyasida climate control yo'q. Bunda faqat konditsioner bilan pechka ishlaydi. AUX bilan CD karta o'qiydi, radio o'qiydi, bo'ldi. И plus mashinani nastroykalari ham chetdan qilinadi. Bardoy kompyuterimiz o'rtada joylashgan. Bu yerda mashinani rasxodini ko'rsatadi. Qanaqadir ashibga chiqib bo'lsa, kod qilib chiqaradi. Kodni endi Google ga yozsangiz chiqadi narsa. Tablon juda ham chiroyli. Amerikanskiy stilda aytib o'tganimdek, baytlarda xrom detallar ishlatilgan. Plus tablonimiz 260 gacha. 260. Mashinamiz 260 ga chiqmaydi. Menimcha 240 larga chiqsa kerak. O'zim chiqqanim juda kesib tashlaysiz. Tablon juda ham chiroyli. Zavodskoy ko'k yonadi. Bu juda ham zo'r degani, yashil emas. Yashil eng arzon nima? И plus zavodskoy podsvetkalari bor. E'tibor bersalaring bo'ladi. Bu narsa hozir elektromobillarda endi paydo bo'lish boshlayapti. O'sha mahalla bo'lgan bu mashinada. И plus o'ng taraf sidenamiz ham elektronniy sozlanadi. Trekker bilan 10x minib yurgan akalarga yana bir marta emas, birinchi marta salom aytamiz. Trekker bilan 10x minib yurgan akalarga. И plus bunda spinka ham bor.
oldi sideniyada ham spinka bor. Elektronli ruchnoy, ikkita podstakannik bor, mexanika korobka aytib o'tgandek 6 talik korobka bo'ladi. Xo'p, rasxodini aytib o'tdik. Bu mexanikaligi uchun kamroq rasxod qiladi avtomatdan ko'ra. Bo'ldi, konditsionerlarimiz moshni ishlaydi. Bu yerda tunnel datchigimiz bor, farlar avtomatik qorong'ida yonadi. Akustika sistemasi keladigan bo'lsa, akustika sistemasi juda ham zo'r ishlangan. Tam o'zini payti uchun tam idealniy desam bo'ladi. Zavodskoy akustika sistemasi. Bu yerda peshalkalar joylashgan, to'rala eshikda ham kolonkalar bor, basi normalniy. Muzika qo'yib eshittirardik, avtorskiy keladi. O'zi bitta videomizga keldi. Barimiz qaysi mashinada bor bu narsa? Qaysi mashinada bor? Yo'q, hech qaysi mashinada. Bu yerda prikrutel joylashgan, i plus barni ichida ham prikrutel joylashgan. Ikkita prikrutel. Bardacho'gimiz. Bardacho'da har xil narsalar turibdi. Bardacho'g unaqa katta emas, kichkina ham emas, yetadi. Xo'p, bo'ldi, mashinamiz old qismida gaplashadigan narsa yo'q. Endi har doimgidek o'zimni orqamga o'zim o'tirib ko'raman. Bo'yim aytib o'tgandek 182. Mashinada yotib o'tiraman. Sidenani yana joyga surishim kerak ekan, normal o'tirish uchun bo'ldi. Endi orqaga o'tirib, orqa sidenalar haqida gaplashamiz, keyin mashinani bitta minib ko'ramiz. Mana orqa qismiga o'tirdim. Aytib o'tgandek bo'yim 182. Tizzam tegan yo'q, oyog'im past tegib turibdi lekin. Bu yerda plastmassa bilan o'ralgan. Bu juda ham yaxshi plastmassa. Oldidagi nimaga xalaqit bermaysiz, shofyorga xalaqit bermaysiz. Tizza tegib qolgan taqdirda ham xalaqit bermaysiz. Xo'p, orqada 3 ta odam bemalol o'tiradimi? 3 ta odam bemalol o'tira olmaydi. Nimaga desanglar? Xo'p, o'rtada gulishtil ketgan, 2-4 motorda gulishtili ketgan. Aytdim, ikkitalik i plus maytda juda ham katta narsa bor-da. Gulishtili trubasi ketgan. O'rtada o'tiran neudobniy xullas bu yerda. Odam 3 ta odam bemalol o'tira olmaydi, 2 ta odam bemalol o'tiradi. Plus bar joylashgan. Bar udobniy. Lekin bu yerda barda organizer ham bor. Bu yerga nimadir solib qo'ysalaring bo'ladi. Plus ikkita podstakanlik, eshiklarda ham podstakanligimiz bor. Yana bitta minus tarafi, bu mashinani sideniyasi juda ham orqa tarafi tekis. Masalan, uzoq yo'lga yaxshi, yomon emas, yumshoq mashina. Lekin haligida yotib ketaman desanglar, yotib keta olmaysizlar. Spinkalaring yotmaydi. Juda tekisroq turadi. Sen boshqa mashinalarga qaraganda endi bilmayman. Menga shunaqa tuyuldi. Bo'ldi. Endi mashinani bitta minib ko'rsak, shu bilan obzorimizni tugatamiz. Keyin akalar, podpiska bosib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, iloji bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar, qanaqa mashina obzor qilaylik. Plus sizda qanaqa mashina borligini yozib qo'ysalaring, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Rasxodni olib ko'ramiz. 8 ta ko'rsatyapti. Rasxodimiz 8 ta. Mashina propanda. Aytib o'tdim uni. Yurishlar juda ham yumshoq. Shumkasiga savollar yo'q. Hozir endi bosgan ketyapmiz mashinani. Bosgan emas, razgonini ko'rgan. Biz unaqa bosadigan odam emasmiz-ku. Zvuklari. O'sha Cobalt zvuki. Nimalar, gitaralari ham Cobaltga o'xshab ketadi. O'zi aslida Cobaltga bundan kelgan. Mashina 2 tonna 100. Pasportda ko'rsatgani. Mashina 14 sekund 100 ga chiqdi. Bu sekunddan yerda sekinroq bosdi. 14 sekund 100 ga chiqdi. Mashina propanda harakatlanyapti. Eslatib o'tamiz.
Plus mashinanın ichida 3 ta odam o'tiribdi. 14 kun 100 ga chiqdi. Mashinani og'irligi 2 tonna 100. Bilaman. 2 tonna 100 og'irlikda 14 kun 100 ga chiqyapti. Lekin 100-200 icha tezroq. 100 dan keyin tortadi mashina. Minib ko'rganlar bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Minib ko'rganlar bo'lsa, 100 dan keyin tortadi mashina. 100 gacha to'g'ri sekin chiqadi-yu. Tezlikka targ'ib qilmayapmiz. Biz hozir ограничение 100 bo'lgan joydamiz. Ограничение 100. Aholi punkti emas bu. Uzoqroq shahardan tashqariga chiqdik, ati razgon olamiz deb. Sizlar uchun mana soat topib qo'yishingiz mumkin. 23:58 soat 12 bo'ldi. Biz ko'chadamiz. Bitta like arzimaydimi shuncha mehnat, bosib qo'yinglar akalar. Kechqurun syomka qilmaydiganlardan bir bor uzr so'raymiz. Ishlar bilan bo'lib juda ham vaqtimiz kamligi uchun syomkalarimiz kamayib ketyapti. Mashinamiz ham kam. Kimda agar obzorga xohishi bo'lsa, kommentariy yozib qo'ysin. Iltimos qilamiz. Mashinasi interesliroq mashina bo'lsa. Xo'p, vaqtimiz to'g'ri kelgani uchun kechqurun syomka qildik. Sizlar bizni podдержка qilishlarini kutib turibmiz. Like bosinglar, kolokolchikni yoqib qo'yinglar. Bizning videomiz rekomendatsiyaga chiqsa, tezroqda ko'tariladigan bo'lsa, bizga reklamalar paydo bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik biz asosiy ish sifatida ham yurgizishimiz mumkin. O'shanda syomkalarimiz yanada sifatli bo'ladi. Hozir ham professional kamerada syomka qilyapmiz sizlar uchun. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, podдержка kutib qolamiz. Hammalaringga videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizning kanalda qoling.